O'rtoqlar, tuzumchilar charchamayapsizlarmi? Akamlarning internetda ko'rib qoldim. Qarasam, hamma blogerlar uyga borib, domofon deysizlarmi, kamera deysizlarmi, projektor deysizlarmi, zo'r qilib borib o'rnatib berayotgan ekanlar. Lekin biz ham chaqirdik-ki, degan ayting aka, hamma ishdachi, ozgina o'zi insof kerak ekan. Nimaga de? Uyimga qanaqasi usturovka qilib ketishdi? O'zi kameram bor edi. Kamerani olib tashlab boshqatdan qildi. Qanaqasi usturovka qilib ketishdi aka? O'zimiz ishlatadigan kabelni tokka berishdi. Eng xavfli tarafi. Biz tushunmaymiz-ku, uni uy egalari tushunmaydi. Qancha yonib ketadigan narsani uyimga qilib ketishibdi-da. Ular akamga keldilar, noldan sizlarni qilib turib, cho'tki qilib berdilar. Gapsiz bo'lishi mumkin emas aka, xudo xolisa. Qarang, mana bizning nomimizdan chiqsa, oddiy yani bloger emas insonlarga mana shunaqa borib chiroyli qilib, mana shu ustunovkalarni qilib berasiz. Jojo akamni nomlaridan chiqsa, ikkalarimni olib borib ustunovka. Xudo xolisa, aka bitta eng zo'r tomoni aytaymi? Endi biz arena bilan shug'ullanamiz-da. Ozgina muammoli bo'lib, haqli gap so'zlar bo'ladi-ku, keyin gapini insonlar tan olmaydi-yu aka. Eng zo'r narsa shu ekan, mana ulib berdilar. Menga qaranglar. Mana bunday qilasan, ukam. Eshitasan? Bo'ldi mana. Mana qara. Ko'rsatib, mana hozir videoga olib turibsan, o'zing ko'rasan, ovozlari bilan. Mana xuddi shunaqa sharoit qilib beradilar. Kerak narsa ekan, bir ikkisini ayiringlar. Past akamlar profildan qoldirasiz, bemalol chiqib qo'yasizlar aka. To'g'ri.